Assalomu alaykum aziz anglag'uvchilar. Bugun sizlarga Salima Alkamalning familiya ustidagi bayonlarini o'qib bermoqchiman. Qani quloq solgaysizlar. 7 otasini bilmagan qul. Bizda 7 otasini bilmagan qul degan hikmat bor. Bu hikmatning yana bir varianti 7 ajdodini bilmagan uy. Bu hikmatning o'zidinla ajdodlarimizning nasabini, tegi-taktini, jamat yiltizini bilish bir odamning, bir urug' jamatning, bir millatning o'zini tunishida ahamiyatli belgi. Shunga familiya qo'llanish so'rur deb qarg'anligiga yana isbot hojatsiz. Zamondoshlarim balkim familiya masalasini bu hikmatdan boshlab qattiq talaffuzda o'ttirib qo'yganimdan beoromlik his qilishi yoki oshirib o'tganlik deb qarashi mumkin. Biroq men zamondoshlarimning samiga shuni sanmoqchimanki, biz yeziq masalasida ko'p qitim ziyon tortdik. Familiya bir millatning o'zlik enining belgilaridan biri edi. Otalarimizning beparvoligidan qadimki ajdodlarimizning botur palvonlarimizning nomini, yer joy nomlarini, urug' jamat laqamlarini ulug'lab ishlatgan familiyalarni tashlab. Bu yerda shuni eskartishga to'g'ri keladiki, xalqimiz butunlay familiyasiz qolmadi. Noyda oz sondagi bir qism kishilarimiz jamat familiyasini avlodma-avlod davomlashtirib keldi. Chet ellardagi qarindoshlarimiz shu davlatlarning qoidasi bo'yicha izchil familiya qo'llanib kelyotdi. Ammo biz yanada asosiy gavdamiz bilan hozir dunyodagi familiyasiz millatlar qatoriga qo'shilib qoldik. Familiyasizlik bizga ajdodlarimizning muborak nomini emas, ularning to'hfalari, botirliklari, tajriba savodlarini unuttirdi. O'qish, tuqqa yo'qlash va boshqa turli sabablar bilan chet ellarga chiqqanlarimiz familiyangiz degan katakchiga dadimizning nomini, ismingiz degan katakchiga, ya'ni o'z ismimiz bilan dadimizning ismini takror yozib, o'zimizga nurg'un ovorchiliklarni tepib oldik. Nurg'un o'qishmasliklarni paydo qildik. Buningga izoh berishga oxirida yanada familiyasiz millat ekanligimizni tan olishga majbur bo'ldik. Boshqalarning oldida izohga qoldik. Ammo amal qilmagan bo'lsak-mu, 7 otasini bilmagan qul degan hikmatni Xudoga shukr 21-asrgacha unutmay yodlab keldik. Biz ko'p bo'lsa dadimiz va buvimizning nomini bilgandan boshqa uning nersiga o'tolmaymiz. Ularning mijoz xulqi, xarakteri, yashash usuli, makon zamonlari va yiltizi, nasli nasabi haqida hech nima bilmaymiz. Shunga bizga familiyasizlikning naqadar ochiq ekanligini tan olmay mumkin emas. Zodi 7 otimizni topolmadik. Menimcha buning hech qancha ta'siri yo'q. Buvimizdan o'zimizgacha 3 avlod. Uningga bolamizni ulasak 4 avlod bo'ladi emasmi? Men dadam qulqimga qo'yib qoldirgan 7 otasini bilmagan qul degan bu hikmatni umrim bo'yi yuragimning cho'nqur qetida saqlab kelyapman. Bolalarimga, do'stlarimga aytdim. Ma'nosini yechib tushuntirdim. Har qitim bu hikmat yodimga yetganda vujudim larzaga keladi. Jamoatimiz familiya ishlatkili uzun bo'lgan bo'lsa-mu, lekin umumiy millatning familiyasizligi meni to'limi ichintiradi. Xayriyat oxiri bizda bu xosiyat ish uchun tadqiqotlar, izlanishlar boshlandi. Familiya tariximiz uningdan na tariqada voz kechganligimiz, tortgan ziyonlarimiz haqida Xinjiang tazkirchiligi, Xinjiang ijtimoiy fanlar tadqiqoti, Xinjiang universiteti ilmiy jurnali, Miros jurnali qatorliq jurnallarda yetarli faktlar so'zlangan qimmatli maqolalar berildi. Bu xosiyatli ishqa Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik xalq hukumatining tashabbuskorlik bilan yetakchilik qilishi kishini texmi suyuntirdi. Menmi o'sha avtorlarga ovoz qo'shib, o'z jamoatimning familiya qo'llanish tarixi, sababi, familiyaning jamoatimiz tarixida o'ynagan roli haqida so'zlash orqali familiya qo'llanishining naqadar ahamiyatli ish ekanligi va ta'xirsizlik haqida uchur bermoqchiman.
Maktab eshigi to'sgan chig'imda dadam meni qo'limdan yetilab maktabga tizimlatishga opadi. Qizingizning ismi nima? Salima. O'zingizning-chi? Abdulhaq. Familiyangiz? Kamal. Chiroyidan nur yig'ib turadigan Yevropacha kostyum burulka kiyib, galstuk taqqigan Turg'un apandi mening ism familiyamni Salima A. Kamal deb yozdi. Shundan keyin men Salima A. Kamal bo'ldim. Ayni chaqda Kamal degan kim? Men nemishqa Salima Abdulhaq bo'lmay, Salima A. Kamal bo'laman degandek ishlarni o'ylamagan ekanman. Shuning uchun keyingi chaqlarda ism familiyamni to'liq bildirib kelayotgan 3 ismning o'ttirsidagi dadamning ismining bosh harfi bo'lgan O'ni tashlab etganimga bakmi echinaman. Hozir o'ylasam bu o'z vaqtida bir bosh-boshdoqlik bo'lgan ekan. To'liqsiz o'ttirning oxirgi yillarida o'qiyotgan vaqtlarim bo'lsa kerak, dadam jigarrang muqobiliq bir ko'rna daftarni ko'tarib chiqib, hadi singillarimni yig'di. Sizlarga jamoatimizning tarixidan qisqacha ma'lumot beradigan vaqt bo'lib qoldi. Bu daftarning birinchi betida dadam Abduvali Kamal hazratlari Buxoroda 7 yil ilm tahsil qilib qaytib kelganda yozib qo'ygan 7 otasini bilmagan qo'l degan bir jumla so'z bor. Ota-bobolarimiz oila urug' jamoat nasabnomasini yozib qoldirib, avlodlarga o'z yiltizini bildirishni shu tarafida jiddiy masala deb qaragan. Jamoat nasabnomamiz Abdukerim bek buvimizdan boshlanadi. Abdukerim bek buvimiz Tug'luq Temirxon zamonida o'rda maslahatchisi bo'lgan. Abdukerim bekning o'g'li Eliyar Molla Turdining nomi hali ham xalqning qalbidan o'chgani yo'q. U chaptirgan bir o'stan hozirmi G'ulji nahiyasining Ko'kratmi yezisi Hezvakton mahallasida Eliyarning irqi deb atalib kelmoqda. Eliyar Molla Turdi Qo'rg'as mazarda diniy maktab ochgan. Eliyar Molla Turdining o'g'li Ibrohim, Ibrohimning o'g'li Ismoil, Ismoilning o'g'li Isroil, Isroilning o'g'li Kamoliddin Hoji, Kamoliddin Hojining o'g'illari Abduvali, Abdumutali, Abdulazizlardir. Kamal degan familiya mush 3 o'g'ildan boshlab rasmiy muqim familiya qilingan. Dadam bizning nima uchun cho'ng bo'g'illarimiz o'rda maslahatchisi Abdukerim begning yoki o'z zamonasida o'stan chapqizib, elga yaxshi ish qilib bergan Eliyar Molla Turdining nomini familiya qilib tanlamaydi degan savolimizga mundaq deb javob bergan edi. 20 yoshlik Kamoliddin Hoji buvimiz 1860-yillarda Sodir qo'zg'olonining sarkardalaridan biri bo'lib, laxma ko'lashni planlashga qatnashgan. O'zi boshlamchi bo'lib laxma ko'lgan kishi ekan. Kamalak degan 2 yoyliq o'qya shaklli qurol bo'lib, 2 yoyning o'ttirisiga hayvonot terisidan tikilgan kichik xalta o'rnatiladigan, xaltaga tosh qachilinib, yoy qattiq tortib qo'yib etilganda, kuch bilan etilib chiqqan tosh dushmanning miyasini chuvib etalaydi ekan. Kamalak yetishqimi noyat mahir ekan. Kamoliddin buvimiz keyin 2 toshqa qo'ro soldirgan. Ichkiri qo'roda mo'mimiz qizlarni o'qitgan, tashqari qo'roda o'z o'g'illarni o'qitgan ekan. Kamoliddin buvimizning Sodir qo'zg'olonidagi botirligi, el orasidagi shuhrati, ma'rifatparvarligi tufaylidan shu kishining nomi turaqliq familiya qilingan. Nasabnomaga yozilgan eng dastlabki buvimiz Abdukerim bekdan hisoblaganda sizlar 9-avlod. Nomi jamoatimizga familiya qilingan Kamoliddin buvanglarni hisoblaganda 4-avlod bo'lisizlar degan edi. Hozir dadamning nevarasi Shuhrat Kamal, uning o'g'li Subat Kamal dunyoga keldi. Oila nasabnomamiz 11-avlodga, familiya tariximiz 6-avlodga ulashdi. Kamoliddin buvimizning o'g'illari nevara-chavra, pay nevaralari bo'lib, hozir bu yiltiz atrofiga 300 dan ortiq kishi uyushdi. 1890-yillarda cho'ng buvim Abduvali Kamali Molla Hazrat Buxorodan qaytib kelib, toki 1928-yil vafot bo'lganga qadar G'ulji shahrichi Terak mazoridagi qo'rusida maktab ichib bola o'qitgan. Ayoli bu Aysha qizlarni o'qitgan ekan.
Abdumutali Kamali Xalifa Hazrat 1895-yili Oldu shahrining Qozonchi mahallasidagi A'loboy masjidi yanida ochilgan maktabda 40 dan ortiq o'quvchini bir sinfga yig'ib, ham usuli qadim, ko'nicha, ham usuli jadid, yangicha ma'rif tuzilmasi bo'yicha o'qitgan. O'quvchilar bir mezgil tarbiyalangandan keyin bir qitim yurt cho'nglarining tekshirishidan o'tkazilgan. Ular tildan yodimlar yozgan, hisobdan 4 amalni ishlagan, jo'g'rafiyadan 5 qit'a, cho'ng shaharlar, muhim tog' daryolarni so'zlagan. Shundan keyin nurg'un kishilar yangicha ma'rifni tushungan, qo'llagan. O'g'il qizlarini bu maktabga bergan. O'g'illarni buvimiz Abdumutali Kamali Xalifa Hazrat o'zi o'qitgan. Qizlarni mo'mimiz Zuhra Obistay o'qitgan. Obistay deganimiz muallima degan ma'noda. Maktab tez kengaygachga Taliya maktabini qurib, Abdumutali Kamali maktabga mudir bo'lgan. Ikki buvining bolalari, navir-chavirlari bo'lgan barliq kamallar bir yerga jam bo'lsak, bog'larda, daryo sohillarida o'ynasak, cho'nglarga ergishib baravatga chiqsak, hatto so'qishib talashsaqmi, xuddi bir otaning bolalaridek voz kechgili bo'lmaydigan bir xil yaqinlik, illiq mehr-muhabbat bizni bog'lab turadi. Esimni topqanimdan bu yangi ishlarni eslasam, mayli jamoatimizning beshiga baloy afat yoqqan madaniyat inqilobi mezgilida, mayli tinchlik mezgillardagi kunlarda bo'lsin, Kamal jamoati qo'lni qo'lga tutib, qayg'u va xushalliklarni birga tatdi. Yillar Abduvali Kamali Mulla Hazrat, Abdumutali Kamali Xalifa Hazratlariga o'xshash esil otalarni, yurak bag'ri Ili daryosida kangri Buyvoysha, Zuhra Obistayga o'xshash ulug' o'qituvchi onalarimizni qora yerga uzatdi. Yosh ota-onalar cho'nglarning muborak qadamlarini besib, yosh avlodlarni tarbiyalashga, jamoatimizning uyushchanligini mustahkamlashga ayonmay badal to'ladi. Avlod tarbiyasini hammaning oldiga qo'ydi. Nemishqada G'uljida 3 viloyat inqilobi hukumat qurilganda, buvimiz Abdumutali Kamali Xalifa Hazrat diniy ishlar amaldori bo'lgandan boshqa ta bugungi kunga qadar jamoatimizdan amaldor chiqmadi. Biroq 50-yillardan boshlab diniy sohada elning hurmatiga erishgan Lutfullah G'ay Kamal Qarajim, ingliz, arab, turk, xanzu tillarini puxta egillagan til bilimdoni Isoq I Kamal, Markaziy Islom institutida sistemalik tarbiya olgan Abdurahmon M Kamal qatorliqlar jamoatimizning bayroqdorlari bo'lib yetishdi. 60 va 70 yillarning oxirlaridan boshlab jamoatimizning o'g'il qizlari oliy bilim yurtlarida turkumlab o'qidi. Jamoatimiz ichida jamoatimiz va ota-bobolarimizning sha'niga dog' keltiradigan biror ko'ngilsiz ish yuz bermadi. Aksicha jamoatimizning har bir a'zosi Kamal degan bu tabarruk familiyaning shon shuhratini qo'g'dab keldi. 1990-yili Qozog'iston, O'zbekiston, Rossiya, Qirg'izistonlarga sayohatga chiqdim. Kamoliddin buvimizning kichik o'g'li Abdulaziz Kamalning o'g'li Qayyum A Kamal 50-yillarda oilasini Olmaotaga ko'chirib chiqib ketgan. Bu yerda yana dadamning singlisi Zaynab A Kamal, inisi Boqi A Kamal hamda Qirg'izistondagi inisi Mas'ud A Kamal va ularning bola-chaqalari bor edi. Kichik opam Zaynabning uyiga men bilan ko'rishga kelgan tuqqanlarning birini tonimaydim. Hatto kichik opam Zaynabni ota-onam suratlab bergan edi. Chunki ular Qozog'istonga ko'chganda men texi kichik edim. Tuqqanlarning ichida oppoq sochli mo'may buvaylar, yosh o'ttir yosh ayollar, qiz-yigit, o'smirlar ko'p edi. Hammasi o'zini tunishtirganda menga o'sha yaqinlik, faxrlik Kamal nomi ularning ismiga qo'shilib billi yodlanatdi. Men shu chaqda tushimdimi ko'rib baxmagan muncha valajiq qarindoshlarim, jigarlarimning borligidan suyundim. Bir xil xotirjamlik, faxrlanish tuyg'usi menga ishonch va kuch-quvvat ato qildi. Shu chaqda men dunyodagi kamollarning hammasi bir otaning bolalari degan aqidani tiklab bo'lgan edim.
Qozog'iston Fanlar Akademiyasi sobiq Uyg'urshunoslik institutining Uyg'ur tarixi bo'yicha ko'zga ko'ringan tadqiqotchisi Oblat Qiyqamal Leningradda bilim oshirayotgan ekan. Uning bilan ko'rishganda bag'rimga bosdim. Uning Kamallar jamiyatiga keltirgan shon sharpiga o'rtoqlashdim. Janobi Kamoliddin buvimizning chavrlaridan bo'lgan Oblat Qiyqamal hozir Angliya Oksford universitetining taklif qilingan professori. Yana chavrlardan Muhabbat Akamal 1988-yili Şinjan universitetining biologiya fakultetini bitirgan bo'lib, hozir Ispaniya Mursiya universitetida biologiya fanlar doktori unvoni bilan Italiya, Ispaniya olimlari bilan birga molekula biologiyasi va hasharotlarning DNA va xromosomlari ustida tadqiqot ishlamoqda. Mağfiret Akamal Merkezi Milletler İnstitutida Uyg'ur tili kasbi bo'yicha o'qishni tamomlagandan keyin Yaponiya, Turkiyalarda bilim oshirib, turkiy tillar kasbi bo'yicha doktorlik ilmiy unvoniga erishdi. Hozir Anqara G'ozi universitetida ishlamoqda. Paynavrlardan Qiyum Akamal Beijing universitetining tanlab avatishi bilan Amerika Chicago universitetida astronomiya bilimlari bo'yicha tarbiyalanmoqda. Umuman Kamal jamiyatidagi chevra paynavrlarning 70% oliy ma'lumotliq. 19-asrning o'rtalarida Kamoliddin buvimiz qahramonlikda, botirlikda nom chiqargan edi. 21-asrda avlodlari uning muborak nomini o'z ilmiy emgaklari bilan nurlantirmoqda. Agar bizning ajdodlarimiz jamiyat nasabnomasi turg'izmagan, jamiyatimizga turaqliq familiya taqdim qilmagan bo'lsa, hammamiz o'z otimizning nomini familiya deb tunib, tor doiradagi jamiyatchilikka, urug' tuqqanlar ora yotlashga qarab yuzlanib, kichik to'plarga ayrilib ketgan bo'lardik. Bizga 7 otimizni tunutgan bir avlodning izini yana biri besib, o'zlari tiklagan jamiyat obidasiga uzildirmay tosh tizishni, o'zliksiz mustahkamlashni o'rgatgan, bizni chirmas yiltizga to'plagan otalarimizning ativorliq onizimining to'pisiga singib ketgan jismi mangu qo'rinmag'ay. Familiya masalasida madoratchilik qilishga bo'lmaydi. Men madoratchilikqa o'ch. Madoratchilik bilan nurg'un ishlar hal bo'lsa-mu, lekin hal bo'lgan o'sha masala ochiq azob oqibatga homildor bo'lgan peti uzoqcha jarohat bo'lib qoladi. Chunki madoratchilik kuchliklarning ojizlarni bo'zaq qilish niqobini yengilganlik. Mohiyatda bir taraf yoshirin g'alba tantanasiga cho'mganda, yana bir tarafning cho'qqanlari kekashlikka bo'g'ilgan, muddatsiz, unsiz tragediyaga cho'kkan bo'ladi xolos. Madoratchilik hatto jang maydonidagi raqiblarni bir ustalga keltirishi, ularni hatto o'zaro qo'l siqqazishi mumkin. Ammo bu yarashishga kimning qanchalik bedel to'laganligini har ikki taraf obdan tushunadi. Familiya to'g'risida madoratchilik qilish haqida to'xtalishimning muayyan sabablari bor albatta. Familiya qo'llanish biz taqozo bo'lgan, zoriqib kutgan ish. U butkul millatning ong formatsiyasidagi bir qatimliq inqilob. Familiya bir jamiyat, bir nasabga tava bo'lgan, shu nasab ichida avloddan avlodga miros qiladigan qondoshlik munosabatining belgisi bo'lgan-ken, undaqda biz yana nima uchun ota familiyasini qo'llanishni asos qilish, agar ota meyib, iqtidorsiz, jazo muddatini o'tayotgan bo'lsa, ona jamiyat ichidagi mashhur kishilar nomini yoki ona familiyasini farzandlarga familiya qilib qo'llanishga bo'ladi degan yo'chiqni chiqarib qo'yamiz. Nima uchun bir urug', bir jamiyatni familiya masalasida sulhi saloga sep qo'yamiz? Amerikalik etnografiya olimi Morganning hisobicha, insoniyatning 5 dan 4 qism tarixi yovvoyilik davrida o'tgan ekan. Bu bosqichda qon qarindoshlik, oila jamiyatchiligi jamiyatning asosiy ijtimoiy birligi hisoblangan. Ko'p erlik, ko'p nikohlik tuzumidan shakllangan bu xil oila formasi onalik huquqchilikning gavdalik simvoli. Uningda bir tuqqanlar aro nikohlanish cheklanmagan.
Tug'ilganlarning o'z otasi aniq bo'lmag'achqa, nasl ona tarafga qarab belgilangan. Taxminan bundan 5-10 ming yillar ilgirki zamonlarga kelganda jamiyatning ijtimoiy formatsiyasida tüp o'zgarish bo'lgan. Ya'ni bir bir xotinlik tuzumi ma'nosidagi monogam oila shakli borliqqa kelgan. Bu ana huquqiy kuchdan qolgandan keyin tez taraqqiy qilgan otaliq huquqchilik tuzumining mahsuli. U madaniyat davrining boshlanish alomatlaridan biri hisoblanadi ekan. Albatta, bu misol bilan ona familiyasini qo'llanishni qabul qiluvchilar 21-asrdan onalik huquqchiligi davriga qaytishi hech bo'lmaganda familiya belgisi jihatda onalik huquqchiligi davriga qaytishi mumkin degan ma'no chiqmaydi. Hech bo'lmaganda familiya belgisi jihatda. Chunki onalik huquqchiligi insoniyat noit ibtidoiy davrlarni boshdan kechirayotgandilar tarixiy vazifasini o'tab bo'lgan. Gerçi biz tashabbus qilayotgan ota jamat familiyasining doirasi onalik huquqchiligi davridagidan zo'r darajada torayib ketgandek bilinsimi, ammo yillarning o'tishi bilan bir otaning nom belgi bayrog'i ostiga uyushgan jamat qo'shini ulg'ayib boradi. O'xshamagan davrlar, o'xshamagan dunyoqarash, o'xshamagan mijoz xarakterlik insonlarni operida qiladi. Familiya qo'llanishda biz qoldirgan osh yo'chuq tufayli jamat ichida ota yoki ona familiyasini qo'llanishni talashish kelib chiqadi. Jidal majrolar, tugamas sulhiy salolar davomlashadi. Familiyaning bir jamat, bir urug'ning ishga uyushish kuchini oshirishdagi roli suslaydi. Qaralsiz holda familiya yanglash, jamat ichida familiya orqali kuchliklar ojizlarni bo'zar qilish kelib chiqadi. Buni qandaqmi turaqli familiya qo'llanish degili bo'lsin? Xususan biz familiya qo'llanishni umumlashtirishdan iborat bu tarixiy fursatda endi yana lingil taqtaqqa chiqib olsak, ko'zlagan maqsadga yetish tugul o'ylangan avorchiliklarni tepilishimiz turganligi. Onalar albatta ulug'. Ularning ulug'ligi vatanning ulug'ligiga simvol qilingan. Mört kelganda onalarning urug' jamat ichida o'ynaydigan roli, qiladigan fidokorona xizmatlari va munosib o'rni bor. Ammo shuni ta'kidlamay bo'lmaydiki, majburiyat ma'rifini umumlashtirolmayotgan xalqimizning umidi otalarda. Chunki otalar dunyoni bino qiluvchilar. Ularga ana shunday cho'ng imtiyoz, kuch-qudrat, aql idroq berilgan. Acaba butun dunyo otalarni shunday e'tirof qiladi ekan-u? Biz bir oiladan emas, bir urug', bir jamat ichidan biror yoromliq otani tiklayolmaymizmi? Otalarimizning o'rni shuncha tushib ketdimi? Biz mayli podshoh, olim, mutaxassis, ishchi, dehqon, o'tinchi, meyib, divona, o'g'ri qaroqchi yoki qotilning bolasi bo'lishimizdan qat'iy nazar, baribir bir otaning pushtidan to'ralganligimizni e'tirof qilishimiz kerak. U bizning peshonimizga o'zining otaliq tamg'isini shundoq bosganki, faqat klon odam va mashina odam bo'lmasaqlar, xos otaning qinidan to'ralganimizni hargiz inkor qilmaymiz. Tangsiz bu dunyo odamlarni murakkab qatlamlarga bo'lgan. Agar biz odatdagi otalardan voz kechib, nomdor onalarga ergashsak, otalarimizning erlik g'ururini o'z oyog'imiz bilan dafsan qilgan bo'lmaymizmi? Ayollar barobarligi degandek shuarlar o'z rolini o'z doirasida o'ynasli kupoyi. Uni mas'uliyati bekmi ig'ir bo'lgan familiya masalasigacha so'rab kirishning o'rni yo'q. Bir jamatda bir familiya bo'lish masalasini bizdan asrlar ilgari umumlashtirib bo'lgan nikoh va jinsiyat erkinligi berilgan Yevropaliklarning 99% familiya qo'llanishda mundaq yo'chiqni qoldirmaganning ustiga otalarga familiyaga ig'dorchilik qilish huquqini shu darajada berganki, bir ayol bilan bir erning orasida nikohsiz bola tug'ilsa, er o'z familiyasini rozilik bilan bolaga bermasa, bola umrboyat familiyasiz qoladi. Dunyoga donliq kino cho'lpini 2 qitim Oscar kino mukofotiga erishgan italiyalik Sofia Rollan nikohsiz tug'ilgan qiz edi. Onasining iltimosi bilan er taraf o'z familiyasini Sofiyaning qo'llanishiga qo'shilgan. Biroq u kishi Sofiyaning onasi bilan umrboyat to'y qilmagan. O'limga yaqin oradan bir mazgil o'tib, Sofiyaning singlisi Mariya dunyoga kelgan. Bu
Bu çağda Mariyaның otası, yani Sofiyaның otası, Mariyaga öz familiyasini qo'llanish huquqini bermagan. Shunday qilib, Mariya toki to'y qilib erining familiyasiga erishguncha familiyasiz o'tgan. Mana buni otaning o'z familiyasining izzat obro'yini qo'g'dash va egdorchilik qilishdagi ulug' huquqi desak ortiq ketmas. Amaliyotda Sofiya bilan Mariyaning dadasi mashhur shaxs emas, balki odatdagi bir kishi edi xolos. Bu yerda yuqoriqilarni dastlab qilib turib, bolada nima gunoh deyishimizning bizga nisbatan texmi hojati yo'q. Chunki Tangriga ming shukrki, biz texi nikoh, jinsiyat va boshqa axloq normalari jihatda topdan chiqish darajasiga berib yetmadik. Demoqchimanki, hamma Uyg'ur farzandining ot familiyasini birdek e'tirof qilishi millatimizning an'ana udumlariga uyg'un. Ba'zilar balkim buning uncha qaynab ketguchiligi yo'q deb qarashi, familiyadagi og'machilikning ziynini pot orda his qilinmasligi mumkin. Ammo modarachilik uzoqqa qolmay farzand mas'uliyatini axloqsiz qilmishlarni pisantiga ep qo'ymaydigan, hatto o'z bolalariga mas'ul bo'lish burchidan qutulish qo'yda yurgan oz bir qism layoqatsiz otalar uchunmi bir cho'ng yuchuq bo'lib qolishi mumkin. Agar onalar bu mas'uliyatni ustiga olsa, bu bo'lumsiz otalarning ta'liyining o'ngdan kelgani. Ömürde ko'p o'ngsizliklarga duch kelgan, dard hasratlarga mubtalo bo'lgan, ozg'an, to'rt a'zoy bejirim bo'lmagan, xatolashgan, qo'l ilkida yo'q, ammo chin yuragidan erlik g'ururi qaynab turadigan otalarning o'z bolalari tarafidan tashlab etilishi ularni tegi yo'q hanga istirganlik bilan baravar bo'lib qolishi mumkin. Halbuki ota familiyasidan kechib, ona jamiyatining familiyasiga qandoq oqqan bo'lsa, kunlarning birida yana ona familiyasidan voz kechib, ota jamiyatining familiyasiga og'adigan fursatga erishgan avlodlarimiz familiya masalasidagi turaqsizlik badaliga yana nurg'un ochiq kashmishlarga duch kelishi, hatto millat safosiga mo'ljalligisiz ofatlarni ep kelishi mumkin. Hayotlik uchun bo'layotgan raqobat bag'ansir kaskinlashayotgan bu dunyoda familiya masalasidami mundaq o'rinsiz dardalashlar qaynimiga cho'kib o'ltirish hamda hojatsiz. Biz qiladigan ishlar familiya masalasida xalqqa o'rgatadigan bilimlar texi ko'p. O'zimizning avlodlarning beshini qotirmaylik. Boshqa millatlarning bu haqda to'plagan ochiq savoqlari yetarli. Biz uni qayta takrorlab o'ltirmaylik. Sulhi salaha o'rin qo'ymaylik.